Bahor faslida ko'pchilikda aksirish, yo'tal, ko'z qichishishi kabi allergik holatlar uchraydi. Mutaxassislarning aytishicha, bunga sabab faqat tashqaridagi ekologik ta'sirlar emas, balki uy ichida to'planadigan changlar ham bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda esa xona havosini tozalashga yordam beradigan zamonaviy texnologiyalarga talab ortadi. Shulardan biri Roboklin. Uning qulayliklari haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Roboklin texnikasi oddiy chang yutgichlardan farqli ravishda bir nechta funksiyalarni o'z ichiga oladi. Qurilma suv yordamida havodagi chang va boshqa zararli zarrachalarni tortib oladi. Bundan tashqari havoni ionlashtiradi va xonaga yoqimli hid tarqatadi. Shu bilan birgalikda gilamlar, yumshoq mebellar, matras va yostiqlarni chuqur tozalash imkoniyatiga ham ega. Roboklin texnikasi 2006-yildan beri O'zbekistonda sotish bilan shug'ullanib kelamiz. Bu eng asosiy qismi Roboklinda separator qismi. Bu birinchi qiladigan asosiy qismi. Kunduz kuni quyosh nurida changlar ko'ramiz, o'sha changlarni yutib, uyimizga to'rtta tarafdan toza havo chiqarib beradi. Yumshoq mebellarni, gilamlarimizni turgan joyda yuvib, quritib ham beradi. O'zbekistonda Toshkentdan tashqari yana 11 ta viloyatda filiali bor. 3 yil kafolati bor. Undan tashqari mahsulotga 10 yil servis xizmat ko'rsatiladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ayniqsa bahor mavsumida uy havosining tozaligiga e'tibor qaratish allergiya xavfini kamaytirishda muhim omillardan biri. Roboklin kabi zamonaviy texnologiyalar esa bu borada amaliy ko'makchidir.